Sales reps degan gap bor, satqıcı degan gap. Yani satqıcı, setiş bilan shug'ullanuvchi degan gap. Bu yana birisi osh tanlov vazirliklari emas. Yana boshqa ishlab chiqarish satqıchlar ham oshni ko'z oshdan bo'ldi, o'sha sales reps. Şimdi men degan gap er degan gap, ofis degan gap ishxona degan gap, assistent degan gap, yani yordamchi degan gap, yordamchi, assistant, yordamchi. Employees, hardworking, sales reps, man, office, assistant. Diyelim başlayıp ketdik. Come and meet. Come, kel, filan degan gap. Filan and meet. Ko'ring, ham ko'ring. Nimani? Our employees. Bizningki xizmatchilarimizni. Ko'ring, ham ko'rishing, ham tunishing. Endi nima deydi? Tunishing deymiz, ham yerda tunishing deymiz. Kiring, ham tunishing bizning xizmatchilarimiz. Ya'ni birisi odatda bu shirkatlarga kirib ishlagan vaqtdan oluvchi, masalan, 90lik shirkatlarga kirgan vaqtda sizlarni shirkat xodimlariga tunishtirdi. Shu vaqtda mujrimni ishlatadi. Ya'ni birisi agar bosh shirkatdan bir yordamchi avatgan bo'lsa, ana tarmoq shirkatiga. Shu vaqtda tarmoq shirkatining direktori ashidan boshlab kirib anda ko'rsatib ishlatadigan so'zlarni come and meet our employees. Keling bizning nimazdan xizmatchilardan tunishib olaylik. Mr. Richard keling ham bizning xizmatchilardan tunishing. Thank you Mr. Jackson. Rahmat Mr. Jackson. And Mr. Jackson degan Mr. degan gap apandi. Gap Jackson degan ismi bunaqa har qanday bir ismni eliversan bo'laver degan gap. Ayollardan boshqa adlarning ismini eliversan bo'laver. Thank you, rahmat, Mr. Jackson dedi. İkinci resim qarasak, this is Nyako. Gray. Nyako Gray. Nyako Gray deydi. O Nikola Gray ekan. Nikola Gray. This is Nikola Gray. Bu bo'lsa Nikola Gray, yana mayoq bo'lsa, bu yoq bo'lsa demak. Bu yoq bo'lsa Nikola Gray. And this is Claire Taylor. Bu bo'lsa Claire Taylor. Bu yoq bo'lsa Claire Taylor. Ikkisi bir yerda turibdi, resim qarasanglar. Bu bo'lsa Nikola Gray, bu bo'lsa Claire Taylor. How do you do? Jackson tunishtirgandan keyin hamda Richard dedi-da, how do you do? Yaxshimisiz? Demak, yaxshimisiz? How do you do? And uchinchi resim qarasanglar, those women, ayollar bo'lsa, those, ya'ni that deganninki o'tgan zamon shakli. O nima? That degan birla shakl bo'lsa, those degan ashniki ko'pla shakl degan. Ular demakchi. Ular, ya'ni ayollarni ko'rsatma. Uchinchi resim qarasanglar, bu ikkisini ko'rsatdi, nimani xizmatga ko'rsatmoqda adam. Ular, ayollar. Endi men deganninki odam. Endi buni ko'plik shakl ko'rsatsanlar, aşağıdaki eyni iyi aylandırıyordu da. Men ol denge. Men. Bu adamlar olabilir denge. Endi women degan gap ayollar. Women degan gap ayol. Women chu ayollar ol denge. Those ular. Those women. Ayollar are bo'lsa very hard working. Night japaliq ishlaydi. Night tirishib ishlaydi. What are their job? Nimishmeda they are all there. Aslida what's your job deb, what is your job degan desak bo'ldi. Endi what are deb. Chunki they deganga ko'plik bo'lib ketadi. They ularninki. Their ularning. Ana theyninki igrik kelish shakli their bo'ldi degan. They degan gap ular tugu. They, ya'ni T H E Y. Ana bu yerda T H E I R bo'lsa their bo'ldi degan. Their ularning degan. Ko'plik shaklda bo'lgan. What are their jobs? Ularning xizmatlari bo'lsa nima? Dedi. Their jobs deganiki are keldi. And they are meyadanda ular bo'lsa they are ning qisqartirilsa they are deb qisqartirilsa mana aslida peshni chiqarib olsanlar they are degan. They are keyboard operator. Keyboard operator degan gap,
Bu sözlükte çıkmadı mı bu? Sözlükte yok yani kompüterin aldida o'tirib xat kirgizadigan xat bosadigan odamlarni keyboard operator deydi. Keyboard operator. Keyboard operator yani kompüter mashg'ulot bilan shug'ullanadiganlar demakchi. Ular bo'lsa kompüter mashg'ulot bilan shug'ullanadi. This is Mikhail Becker dedi. Bu bo'lsa Mikhail Becker. And this is Jeremy Short dedi. Bu bo'lsa Jeremy Short dedi. Uni deb qo'ygandan keyin Richard dedi, how do you do? Yani yana o'xshash how do you do? Yaxshimisiz deydi. They aren't very busy. Busy degan nimaga oldingi nima bo'ldi? Aldirash degan. They ular are bo'lsa not aren't are notning qisqartmasi aren't very busy. Ular bo'lsa nihoyat aldirash. Emas dedim. Not degandan keyin emas bo'ladi. Nihoyat aldirash emas dedim. What are their jobs? Ularning xizmati nima? They are sales reps. Ular bo'lsa sotuvchi. Satuvchi. Setish bilan shug'ullanadi. They are very lazy. Ular bo'lsa nihoyatda o'rin demakchi. Endi busy'ningki o'rin demay, endi aldirash emas desak bo'ladi. They are very busy. Lazy. Ular bo'lsa nihoyatda aldirash emas degan. Emaslik matlab qoldi ekan. O'rin davrida bo'ldi. O'rin. Who is this young man? Who deyingi kim deyingi kim? Bunun ilgili şeklini görüp olgandık o kimden de. Who's şart deganini görüp oldik. Who degan kim degan. Who is this? Who is this young man? Young degan yosh degan. Yo'q, man degan er degan. Adam degan. Aw yosh adam bo'lsa kim o? Yana erni ko'rsatdi. Aw yosh er bo'lsa kim o? This is Jim dedi. Bu bo'lsa Jim dedi. Bu bo'lsa Jim. Bu bo'lsa Jim. Bu yosh er kim o degandan this is Jim. He is our office assistant. He is. Yani he is'ninki qisqartmasi he is. He is our office assistant. Bu bo'lsa kim ekan? Bizning shirkat, ya'ni ishxonaningki ishxonaning yordamchisi. Ishxona yordamchisi demakchi. Ishxona yordamchisi. U bo'lsa bizning ishxonaning yordamchisi. Assistant yordamchi. Uning kendi how do you do degan ma'noda qilib mana. Yaxshimisiz? Bu tunji qatim ko'rishganda ishlatiladigan jumlalar. Sales reps bo'lsa, ma'noki qisqartmasi ekan, sales representatives. Bunun qisqartmasi ekan, sales reps degan. Office assistant deganlar. 18-ders buningki mashqi qarsanglar what are their jobs dedi. Ularning xizmati nima degan. What nima are their jobs. Nima bo'lsa their jobs. Ularning xizmati bo'lsa nima. Ana bunaqa nimani o'sha sales reps degan gap sotuvchilar endi. Keyboard operator, kompüter mashg'ulotchilari, mechanics. Hammasini ko'p tekshirib ekan hali. Mechanics degan gap nima edi? Remontchi. Mechanics so'zi remontchi. Yana biz ham mechanic deganki mashina remont qilgan odamni mashina deymiz. Ammo o'zi tokchilik bilan shug'ullangan odamni masalan tok remontchilik bilan shug'ullangan odamlar emasmi? Masalan uylarning toklari bilan o'ngshaydigan kompüter va televizorlarni o'ngshaydigan emas. Mechanic deb atalgan bu yerda. Engineer degan gap injenerlar demakdir. Do'stlar, engineers deymiz. Hairdress degan nima? Satrashlar. Hairdresser so'zi satrashlar bo'ldi. Teacher degan gap o'qituvchi. Teacher so'zi o'qituvchilar bo'ldi. Customs officer. Customs office so'zi tamojna xodim bo'ldi. Endi officer so'zi tamojna xodimlari. Taxi driver degan gap taksi haydovchi, taksi shoferi. Endi taksi shofirlar demak so'zaqchi
taxi drivers, nurses, nurse degan sestra, nurses degan sestralar endi. Air hostesses, air hostesses. Hostess degan nima ekan? Air hostess degan gap aeroplan kutuvchi xodimi. Endi air hostess so'zi aeroplan kutuvchi xodimlari. Aeroxon qizlar demak. Housewives, housewives. Meniki wife deganiki f bilan oxirlashgan emasmi? Oshni mana bayatınlıqı v es qo'shimiz dedim emasmi? Oshni osh shaklda aylantirgan ham yerda. Wife degan gap ayol, xotin degan gap. Endi buniki ko'plik shaklini qanday yasaymiz deganda oshning eng oxiridagi f bor emasmi? F ni tashlab o'tib, chiqarib o'tib v s ni qo'shsana bo'lgan gap. Aş hammasiga o'rtaq, aş f bilan oxirlashgan so'zlarning hammasiniki ko'plik shaklini yasasanglar ashuna bo'ldi. Bu ham hammasiga qoidasizlarim borchi, qoidasizlarim bo'lishi mumkin. Bizga uchurmaslar yo'q demasligimiz kerak. Qoidasizlar bu qoidasizlar degan vaqtda ayrim bo'ladi. Milk degan nima? Milk mentra sutchi bo'ldi. Endi milk men o'zcha yani iyi olsa endi sütçüler demek. Sütçüler edenler demekçi. Postman olsa postkeş oldu. Postman olsa postkeşler oluyor. Birisi men A, yani birisi E. Postman. Policeman okşaş. Policewoman. Neydi policeman ile policewoman nima söyleyeyim. Ayol sakçılar, er sakçılar demekçi. Nereden deptimi? F yoki F bilan oxirlashganlarning oxiriga V'ga aylantirib, uning keyin ES qo'shamiz. Mana bir qoidasiz fe'llar bor. Bu qoidasiz fe'llarni yodlab o'rganamiz demoqchiman. Men, woman degan, masalan, men deganni men deymiz, woman deganni woman deymiz. Milkman o'g'an degan. Endi biz sheep degan qo'y degan. Sheep H-O-S-H-E-E-P. Sheep qo'y. Buni endi qo'ynimi buni ko'plik yo'qchu. Qo'ylar desekmi sheep deymiz. Qo'y desekmi sheep deymiz. Qo'ylar desa sheep demak, demak tamam. Sheep o'xshash. Qoidasiz fe'llarni yodlab o'rganamiz. Uning keyin writing exercise keldik, mashq keldik. Bundan keyin complete the sentences. Buradagi jumla, sentence degan jumla degan, complete degan tamomlash degan, these degan ma'nolar demakdir. Bular bu jumlalarni tamomlang. Nimani? Using ishiltan birini ishiltan deydi. He, she, we or they. Mushlar he, she, we or they. U, biz ve ular diğerlerini ishiltanlar deydi. Şimdi jumla bir yapalım. Those men are lazy. U erler bolsa vurun. So, men are sales reps deydi. Those men olgan. Bunun köplikning erlik ayollik deb arif etmemiz. Şu mesela ular deganning hammasi erlar ayolning hammasi o'xshash deydi. Köplikning hammasi o'xshash. Köplik ayoldan köplikning ifodalangan erlardan, erlarning ifodalangan köplikdan ayollarning ifodalangan köplikning o'xshash deydi. Deyni ishiltirsa deydi. Şu bo'yicha to'shqirasan bo'lgan. Those girls are busy. U qizlar bo'lsa aldirash. They are keyboard operator degan. And ikkinchi B kelsak, write questions and answers deydi. Endi write degan gap yozish degan gap, questions degan gap savollarni yozing deydi. And the answers savollar va javoblarni yozinglar deydi. Mush qanday yozib turibdi? Mechanics, sales reps deganlarda ba'zida ma'nosi what are their jobs degandan are they mechanics or sales reps? Mana o'ring. Ular bo'lsa mekanik, ya'ni remontchilarmi yoki sotuvchilarmi? They aren't mechanics. Ular bo'lsa mekanik emas, ya'ni remontchilar emas. They are sales reps. Ular bo'lsa sotuvchilar. Yani mush bo'yicha to'shqirmagan. Birinchi qarasak keyboard operator, air hostess deb turib, munozarada so'raymiz, what are their jobs deymiz. Job degan xizmat deymiz. Ularning xizmati nima desa, nima deb bir qatam so'raymiz. Uning keyin o'zimiz ham savol so'raymiz.
Are they keyboard operators or degan gap yoki degan gap or degan gap yoki endidan ninki qarashlab and degan verb bilan degan ma'nosi bor or degan gap yoki degan ma'nosi or air hostess ular bo'lsa kompyuter mashg'ulotchilarmi yoki aeroplan kutuvchilarmi degandek javob shaklicha they aren't air hostesses they are keyboard operators degandek almashtirib davasini bo'laverdi endi o'zini qayerlar qilib shaklda qilganmiz endi ders vaqti to'shdi balla agar uni demir ishdan oxirlashtirsak mujat to'xtatsa bo'ldi agar uni damanmaydi ma 19 darsni tugatildi sana uni tugatsak bo'ldi qanday bo'lsa imkonsiz yozsam men shu bo'yicha chiqib qolsam bo'ldi hayotım mening kompyuterim tuyuqsiz chiqib qoldi emasmi shu an ana o'rnidan joylaymiz buni agar ya joylamayli mushkul to'xtatildi desam musha to'xtatsak bo'ldi Yo vaqtimiz bo'lib qolsa o'taylik ustoz. Men hayat shu jinoyatdan boshqa ishim yo'q, jinoyatdan boshqa ishim yo'q. Endi davomlashtirib 19 darsni so'zlayib, 12 o'nni so'zlarni anida oxirlashtirdi. Men 19 darsi tired and thirsty dedim. Tired degan charchash, erish degan. Masalan, biri harakat qilib charchab ketgan bo'lsa, to'p o'ynab charchab ketgan bo'lsa, yugurib charchab ketgan bo'lsa, ashuni tired deymiz. Tired. Buni deb bilamiz uchun tired hozir Uyg'ur agentligini qurgan Tayriman Uyg'uran bor emasmi? Ashilarning ismini chiqarsan uni tired. To'g'ri chiqaverdi. To'g'ri chiqaverdi. Tired and thirsty. Thirsty deyince ustaş deyince de thirsty. TH yani planlarını üstünki ve aslan kışınlarını arasında kıstırıp durup D harfini çıkarsanlar özlükünü çıkarıyor. Thirsty. Herkes thirsty diyemez. What's the matter, children? What is the matter? Bayatın bir kırınçımız what's the matter diye yazıp etkileyen çıktı. What degan nima degan is what and what isning qisqartirilmasi what's the matter children nim bo'ldi bolalarim dedi what's the matter degan gap so'zlikni ko'radilar matter degan gap bir ish bo'ldimi degan bu ishliqni qildigan ish emasda masalan birisini biri 5ni tutib o'tgan bo'lsa nim bo'ldi 5ni og'irib o'tamdi deb deganni so'raymiz-ku shunday nim bo'ldi bir ish bo'ldimi deydi matter children degan bolalar degan gap buniki birlik shakli nima child niyada qo'yib childniki ko'plik shakli children tired degan gap erib ketish charchash degan gap tired boy yana o'g'il degan gap boy thirsty degan gap ustash degan gap mom degan gap ona degan gap mum mom deymiz yani bolalar tili mom endi odatda mom deb chaqirdi masalan akidatni tilchi bu mom degan gap sit down degan gap o'ltiring degan gap sit down degan o'ltir degan gap endi sit down please o'zchu o'ltiring degan gap please o'lma shaklda degan sit down degan sit degan gap o'rin degan gap down degan gap tushish degan gap sit down o'ringa tush degan gap ya'ni o'ltir degan gap right degancha yaxshi bo'ladi degan gap masalan odatda right go'tlar o'xshash ma'noda shu yani go'tlamoqchi yana bir ma'nosi shu yerda chiqmagan ma'nosi shu o'ng tarafni bildiradi right side deymiz o'ng taraf side degan gap
taraf degan. Ice degan gap muz degan gap, cream degan gap qaymoq degan. Ice cream bo'lsa muz qaymoq bo'ldi. Mana birinchi debmi? Ice cream. Ice cream. Ice cream. Muz qaymoq degan. Birinchi rasm qarang. Birinchi rasm qarasak, mother, girl, boy. Ana, qiz va o'g'illar uchining dialogi bor ekan. What's the matter, children? Balalarım nima ish bo'ldi? Desa, we are tired debdi qiz debdi. We are tired. Biz charchab ketdik. O'g'illar debdi, yigitni qiz deb tursamanlar o'g'illar debdi. And the thirsty mom. Ham herib ketdik ana. Ham herib ketdik ana. And thirsty. We are tired. Biz charchab ketdik. And thirsty mom. Biz ustab ketdik ana dedi. Thirsty and thirsty. Ustab ketdik. Anam degan, bu mom degan bir tanliga o'xshaydi. Mom. Sit down here. Bu yerda o'tiringlar. Sit down. O'tiring. Here. Bu yerda. Sit down here. Here deganga bu yerda degan. Sit down here. Bu yerda o'tiringlar. Uchinchi rasm keldi. Are you all right now? Are you all right now? Alaqa o'ttag'izib qo'yibdi-da bularni. Herib ketdik, ustab ketdik desa, o'rindiqni ko'rsatib bu yerda o'tiringlar debdi. Shundan bilan anasini so'radi. Are you all right now? Hozircha yaxshilab qoldingmi? Bo'ldimi endi? Degandek ma'noda are degan bo'lsa, you sen, sizlar, all degan gap hamma degan gap. Right now. Hamma joyida, hamma ishlar joyida degandek. Now degan gap hozir degan gap. Hozircha yaxshi hamma ishlar joyidami degan gap. Uniganda boy o'g'il dedi. No, yo'q. We aren't. Biz hozircha yana yaxshi emas debdi. We aren't. Yaxshi emas. Andan look, qara degan. Look at degan oldin qaytmay qoldi. Look at. G'a qarash degan gap. G'a qarash. Endi men lookchu qara degan gap. Qara. There is an ice cream man debdi. There is degan gap bu yerda bor degan gap. There is bu yerda bor degan gap. There is bu yerda bor. Masalan, bu yerda bir kitob bor. Desak, there is a book. There is a book. There is a pen. Bu yerda bir qalam bor. There is a man. Bu yerda bir odam bor. Bir o'g'il, bir er bor. There is a woman. Bu yerda bir ayol kishi bor. There is a girl. Bu yerda bir qiz bola bor. There is degan gap o'shadiki bu yerda bor bo'ladi degan gap. Endi buniki bu birlik shaklda. There are bo'lsa bu yerda ular bor degan gap. Bu yerda bor desa, bu yerda ko'plik yo'q. Bu yerda bor, ya'ni ko'plik shakli are ko'plik shakli is bo'lsa birlik shaklda ishlaydi. There is bu yerda bor and there ma endiga miqdor so'z. Ice ning oldidagi I bo'lganlik uchun and keldi. And ice cream man. Bu yerda bo'lsa bir muz qaymoq sotadigan odam bor ekan, bor deydi. Look, qaranglar, avval bir bu yerda bir muz qaymoq sotadigan odam bor ekan. Desnatto. Two ice cream please. Ana debdi, muz qaymoq sotadigan odamga. Two ice cream please. Chiqtal muz qaymoq beraman degan. Two ice cream debdi. Two ice cream miss. Endi two degan ikki o'g'il birdan oliblarni hammasi ko'p tayyorlab ketganlik uchun two ice cream niki bevosita as qo'shiblar ko'plik shakllantirgan. Two ice creams please. Chiqtal muz qaymoq bersangiz bo'pti ekan. Endi please bo'lmasa chiqtal muz qaymoq deb to'xtab qoladi. Endi please qo'shib qo'ysangiz-chi bersangiz bo'pti ekan. Ashnaga epasiz bo'pti ekan degandek. Two ice creams please. Chiqtal muz qaymoq epasiz bo'pti ekan. Menkin here you are, elang dedi. Here you are, elang dedi. Here you are, elang mana degan gap. Mana deb. Epra degan keyin mana deb. Here you are, elang mana. Here you are. Children, ana bu ayol deb turganda. Here you are, elanglar mana. Agar birlik bo'lsa, elang mana desangiz. Agar ko'plik bo'lsa, elanglar mana degan.
Here you are. Eğlenler bana ballarım. Children dedim. Thanks mom. Rahmet ana dedim. Thanks mom. Rahmet ana. Bu anasıga rahmet aytanda dep bilse mümkün. Bu chet ellikde ballarga anda öğütüdü-çü. Ve bizningki biraz farqlaqçı Uyg'urlarniki. Sen sirtdan kelgan odamlarga shunda hurmat so'zlarini ishlatibdi, bir kun ham uyda bir kun ham bu odamlar. Ammo o'zining bolalarga shunda qo'pol so'zlarni ishlatgan inson biz Uyg'urlarda ko'pchi u. Ammo yaponliklar, men yapon deyishgandan yapon deyman. Yaponliklar menki osmondan taqdi. Bizninkidan ta'tir. Ta'tirim deb ketmayli endi. Uydagilarga shunda hurmat so'zlarini ko'p ishlatadi. Sen anasi balasiga o'g'lim mani ikkiliydigan degan bo'lsa, kitobni ektirgan kitobni ekkab bergan bo'lsa, rahmat deb o'g'lim deb. Rahmat cho'qim deydi. Demaydigan yaponlarni uchratmadim shu vaqtda. Ammo bizda unda ishlar burun bor ham, keyin tarix romanlarni o'qisanglar chiqadi. Ammo hozirgi ahvolga qarasanglar unda emas deydi. Ikkilarni menga ikkilar endi baqirib baravogan to'yg'izdi. Şu meyada rahmet ettiğip çıktı şuna eskerip koydum. Mesela eğer baldırağına olsa aşağıda yapacağım. These ice creams are nice dedi. These ice creams o yan toplantı mı kompüterinin? These ice creams are nice. Bu muzqaymoqlar bo'lsa, nice degan yaxshi ekan deydi. Are you all right now? Hozircha yaxshilab qoldingmi desa, yes, we are. Yes, we are. Ha, shu yaxshilab qoldik. Thank you. Rahmat. Dedi bir qatim tezroq o'taman tekstni. What's the matter, children? We are tired and thirsty, Mom. Sit down here. Are you all right now? No, we aren't. Look, there's an ice cream man. 2 ice creams, please. Here you are, children. Thanks, Mom. These ice creams are nice. Are you all right now? Yes, we are. Thank you. Bo'lganmiz qarindoshlar, hozir bugunlik darsimiz mushada bo'ldi. Qolgan